Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik mendan Andijon davlat universitetining kirish ballari va kvotalari haqida so'ragan edi. Afsuski, hali 2026-2027 yil uchun kirish ballari tasdiqlanmadi, ammo lekin kvotalari tasdiqlangan. Endi sizlarga menimcha ko'proq ballari qiziq. Shuning uchun men o'tgan yilgiga nisbatan sizga ballarni ko'rsatib beraman va bu yil bu ballar deyarli bir sezilarli darajada oshishi kutilmayapti. Shuning uchun ham bir tanishib olsangiz bo'ladi o'zingizga bir dastlabki ma'lumot sifatida. Hozir kunduzgi o'zbek ta'lim shakli bo'ldi ko'rib chiqyapman. Xo'p, bu yerda o'zingiz ko'rasiz. Misol uchun milliy g'oya, ma'naviyat asoslari, Grand Prix 8/6, shartnoma esa 61/1. Juda ham past. Va qolganlari shunaqa. Endi vokal san'atdan boshlaymiz. Va tarix. Ko'pchilik mendan tarix so'raydi. Tarix 146/2, 66/5 kontraktga. Filologiya tilini o'qitish juda ham yuqori ball talab qilar ekan, har doimgidek. Shartnoma ham shunaqa. Yana ko'rib chiqishingiz mumkin. Videoni pauza qilishingiz mumkin. Men sekin o'tkazaman. Biologiya bo'yicha, fizika va qolganlari. Sun'iy intellekt 112 ball. Undan 2 yana ijtimoiy ish va mana sport faoliyatlari mana shu ballar bo'yicha. Hozircha mana shu ballar edi. Endi kechkisi ham bor. Kechkisi kunduzgi kechki bo'yicha faqat shartnoma bo'yicha bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Eng kam 56/9 va 56/7 ballar fizika va kompyuter injiniringi bo'yicha eng kam ballar shu yerda ekan. Tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana videoni pauza qilib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Hozircha shundan iborat edi. Qaniydir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarga bemalol yozishingiz mumkin va aytgancha bizning konsalting xizmatimiz bor. Sizga 5 ta yo'nalishni tanlashda yordam beramiz va to'g'ri universitet topishga yordam beramiz. Albatta xizmat pullik. Izohlarda o'zimizning Telegram hisobimizni yozib qoldiraman, shunga yozishingiz mumkin.